Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli to'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжаң Халық Нәшрияты 2000 жылы 1 айда нәшр қылған роман «Или долқынлары», авторы Абдурахман Қахар. 2 qism, 2 bab. Gap taza qizivatqan chağda yurishga buyruq berilib qoldi. Jangchilar darhol o'rinlaridan turishib, yo'lga chiqib, o'z qismlarining qatorini to'liqlashdi. Qo'shin yo'lga chiqdi. Yana oyoqlardan ko'tarilayotgan gupildigan ovoz harvalarning g'ichirlishi anglanishga boshladi. Yurishda taksizlik paydo qilayotgan egiz-past yo'llarmi tugab qoldi. Sitayga tushadigan yerga kelganda g'arqirgan ovoz anglanib qoldi. Bu ovoz dushmanning bombardimonchi aeroplanlarining hiyla yetib kelishidan darak beradi. Hammasi alqonlarini peshonasiga qo'yib, osmonga qarashdi. Ochiq havoda qo'sh qanotliq 3 aeroplan yiroqdan sodek cho'ngliqda ko'rindi. Tarqilinglar! Aplik joylarga mo'kinib tayyorlanglar! Quloqni yarg'idek qattiq ovozlar, buyruqlar taraf-tarafdan jaranglaydi. Birdamning ichida butun bir polik tarqalib, yo'llarni butunlay bo'sh qoldirib qo'ydi. Aeroplanlar g'arqirishib pastlab keldida, pilotdan o'q yog'dirishga boshladi. Xuddi egizlikdan o'lik qog'ini tashlavatgandek, pulanglab tushayotgan bombalar yerga tushishi bilanla gumbang-gumbang qilib portlab, tog'larni titratdi. Topa tosh parchalarini osmonga atatdi. Godanglarni paydo qiladi. Dal daraxtsiz tog' ichi yaxshiroq panohlanishga, aeroplan ko'zini bog'lashga mumkinchilik bermaydi. Jangchilar yo'g'on toshlarni, yo'tilar qirlarini dalda qilib yotadi. Bu qiziq. Yerdan osmonga, osmondan yerga qilinayotgan hujum edi. Aeroplanlar g'arqirab kelib, taraslatib atadi. Bombalarni tashlaydi. Jangchilar toshlar, qirlarni dalda qilib, aeroplan motorini chanlaydi. Aeroplan aylanib, amdi dumbisdan ataman deb kelganda, jangchilar toshlarning, qirlarning buyiqiga o'tib olib, ularni yana hujum bilan kutib oladi. Shu usul bilan o'qlardan, askolliklardan, top parchalaridan saqlanadi va uning bemalol nishonliq etishiga imkoniyat bermaydi. Hammadinmu Nadamning topgan chorasi unumlik bo'ldi. Nizomiddin Polikning shuhratlik ishlari qatoriga uning yaratgan yangiligini yozib qo'ydi. Nadam saydagi harvalarning birining o'qini chiqardi. Uni ilib kelib, tosh yo'l bo'yidagi egiz do'ngni ko'lab, o'qning bir uchini tiklab ko'mdi. Yana bir uchiga choqni kiydirdi. Choqning ustiga havoga otquchi pilotni o'rnatdi. Shuning bilan havoga otquchi pilotni cho'rgilatib yurib etish mahoratini yaratdi va g'arqirab kelayotgan aeroplanlarga choqni pirqirtib aylanib yurib, dallab o'q uzdi. Aeroplanmo o'zini mudofaa qilishi kerak-da. U amdi tuvallab o'q yog'dirishdan qoldi. Ko'rdingmi? Dedi Gayet yenida yotgan Varisjonga. Xiyol sursang Nadamdek sur, qara uning topgan aqlini. Sen o'ch ko'rgan odamni boshqa birisi ko'zingcha maqtasa, xuddi tishingga musht urgandek anglanmamdu. Nadamni maqtash har qachon Varisjonning o'g'isini qaynatdi. Biroq u to'g'riliq maqtashlarni yo'qqa chiqarg'ilimi bo'lmaydi. Shunchalik yangilikni senmi yaratolmading-ku Gayetga, dedi u o'ngib tatirib. Men go yaratolmadim. Sening quruq xiyol surishini da'vataman-da uka. Xafa bo'lma, rost gapni aytay. Qachonli qarsam xiyol surgini surgan, tartsan, dardman kishidek uzildirmay tamaki cheksan. Kallangda nima o'y bordi sening? Jingni olganda hamshira qizlardan birarsini chitib qo'yaylimi ya? Varisjon javob bermadi. Ammo ichida uni ming birni tilladi. Bu gadoylarning hammasi mening zitimga ish qiladi. Menga tekkini tekkan,
Senlerini körmez tehi. Batırlıkların, yeniliklerini aldığımızda körmez. Lekin uning bilan qirishqandek jangchilarning nodamning sha'niga yangratgan olqishlari taraf-tarafdan ko'tarilib ketdi. Aqlingga opirin, yaraysan nodam. Mana kitoblarga yozgudek ijodiyat. Jangchilar pasliyolmay egizdan bomba tashlayotgan aeroplanlarga kulib qarshiyotganda nodamning o'q uzayotgan piloti to'xtab qoldi. U so'l qo'lini tutqunicha turib qolgan edi. Nim bo'ldi? Nodamga qaranglar. Havoga atquchi pilotning yeniga tushib portlagan bomba oskолкisi uning so'l qo'lining bilikidan bir parcha go'shtni bo'lib ilib ketgan edi. U o'ng qo'lining olqini bilan yaralangan joyini besib turib olsimi, qon tomchilab tushyotdi. Barmoqlari qonga chilangandek qip-qizil bo'lib ketgan edi. Tezlik bilan yetib kelgan Jamoliddin darhol pilotni qo'liga oldi. Rayhon egiz do'ngning neriqi tarafida bir jangchining yonpeshini tengayotdi. Nodamning xabari yetib kelish bilan o'rnidan turib shu yoqqa chopqili tas qoldi. Biroq oldida yotgan yordar esiga kelib, uni tezlik bilan tengib tugatdi-da, o'ngsili o'chgan holda shu yoqqa yugurdi. U yetib kelganda Hajar ismli hemshira qiz uning qo'lini tengib bo'yniga esib qo'ygan edi. Ustixonsaqmi? Dedi Rayhon aldirab. Uning qo'y ko'zlari yongan, tashvishlik alomatlari aks etgan yuziga qora sochlari yeyilgan edi. Nodam kulimsirab javob berdi. Qo'rqadigan ish yo'q. Naiti bilikimdan bir tishlam go'shtni ilib ketibdi. Aeroplanlar o'q bombalarini tugutib, yinib ketdi-da, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Jangchilar o'rinlaridan turishib, yana yo'lga chiqdi. Darhol yurishga buyruq berildi. Qo'shin yo'lga chiqdi. Bu yerlarga cho'l edir deb o'z vaqtidagi karvonlar, harvukashlar bekorga ism qo'ymagan. Haqiqatan cho'l edir. Bir-biridan xilila yiroqlikda turgan tog'lar orasidagi edirliq. Tosh, shig'il, qum va tikan, oralab yo'lg'un, boshqa hech narsa yo'q. Ya ashu tog' jirolardan eqib tushgan bilakdek suv, ya ko'z ochgan biror buloq, qisqasi bir tomcha suvmi yo'q cho'llik. Polik mushu cho'l bag'rini besib ilgirlayotidi. Hammasining biliga chigib olgan baklashkilari daranglab qolgan. Tushdan keyingi quyosh bu qaqas edirliqni obdanla qizitgan. Go'yo butun haroratini mushu yerga to'kiyotgandek 10 kilogramdan ortiq yuk ko'targan jangchilarning yuzlari issiqdan qizarib ketgan. Ularning quloq cho'rlari, bo'yinlari va yuzlaridan achchiq ter quyilmoqda. Ter quyilgan siri ussuzlik tashnaligi shuncha qistaydi. Yo'lda go'mindan askarlarining o'liklari uchrab turadi. O'lik yeb qo'rsoqlari pompuyib, ko'zlari qizarib yinib ketgan bo'rilar shiddat bilan kelayotgan qismni ko'rish bilanla qochadi. Ba'zilari oyoqlarini xo'sh yoqmagandek yo'tkab, neri ketadi-da, qismni o'tkazitib yana keladi. Bundaq yerlarda sesiq puroq dastidan nafas ilishmi qiyin edi. Jangchilar burunlarini etishvilishdi va o'liklarga nafrat ko'zlari bilan nazar tashlab mengishdi. Ashu o'lgan odamlar mundaq oqibatni o'ylagan damsiz, hatto qo'lga miltiq olgan chog'dimi o'ylamagan. Undaq bo'lmasa, ular o'zlarini mushu taqdirga iktirayotganlarga nimishqa miltiqining uchini qartalmidi? Ularni amdi kim xotirlaydi? Hech kim. Balki ularni mushu qismatga mubtalo qilganlarmu xotirlamaydi. Balki tillaydi, ayiblaydi. Dunyoda buningdanmi ortiq yerganishlik o'lim bo'lamdi. Ko'z bog'lanishga boshladi. Vijildab ochiq shamol yetib keldi. Biroq bu shamollar yuzlarni echishtirmadi. Balki jangchilarga orom berdi. Ussuzlik beslagandek bo'ldi. Yo'lning ikki yoqasidagi tog'lar barg'ansiri qarayib ko'rinishga boshladi. Buzilib o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan tosh yo'l oqarib, uchi yo'qdek ko'rindi. Yo'l besilgan siri ussuzlik tashnaligi yana bilindi. Shu chog'da usig'anga talqon bergandek yurishdiki jangchilarga birdan non tarqitildi. Bu to'xtamaslikdan, orom olmaslikdan derak beradi. Osmon gumbizi charaqlab yongan son-sanoqsiz yulduzlar bilan qoplandi. Kecha go'zalligi jangchilarni birdilla ruhlantirdi, tetiklashtirdi. Havo hujumlarisiz yo'l yurish ko'ngillik edi. Urush ichida kecha go'zalligiga berilgan jangchilarning o'y-xiyoli har xil bo'ladi. Varisjonning o'y-xiyoli shu topda boshqalarga o'xshamaydi. U o'z uyini,
Apsini o'ylab qoldi. Opamlar mushu yulduzlarni ko'ryotamdigando. Tayinliq. Hozir tamoqlarini yeb bo'lib, ochiq damlangan choylarni ichib, so'zilib yotgando. Qism tong atay deganda Daxiyanga yetib keldi. Manzilmi mushu yer edi. Bu joy bir necha kundan beri qattiq jang bo'lgan, ammo ilinmagan joy edi. Nizomiddin bu yerga burun kelib, abaron tutib, dushman bilan urushayotgan qismlarning komandirlari bilan paranglashib, ahvollarni tafsiliy uqdi va keyingi hujum yo'nalishlarini muzokaralashdi. U o'z polikining batalyon komandirlarini do'nglikning keyniga yig'ib mundoq dedi: Düşman poteylari egizlikka joylashgan. Biz tövanda, sazli qo'mishliqda. Qo'mishlar qirqilib tugsa, ochiqchilikda qolamiz. Hozir bu yerda bir divizion o'pchorisida odami qolgan bir polik, bo'rtalardan kelgan ikki qism, Mo'ng'ul eskadron bilan Barat To'mirchining 100 kishilik partizanlari bor. Anvar savol so'radi. Bir polikning qolgan odami qirilib tugandimi yoki? Shundoq, darhol javob berdi Nizomiddin. Polik xili ko'p qism kuchini atrofni chorlashga tarqatib qolgan asosiy qismini hisobsiz keng oraliqqa yeyib Dushman ikki polikdan ko'proq harbiy kuchi bilan hujumga chiqib, ustunlikni egilib olganda, qismlarimizni bo'lib qapsivilib, qirib tashlagan. Nizomiddin ig'ir tindi. Peshonasi yo'l bo'lib, qilin qoshlari ko'tarildi. Börtalardan ikki qism yordamga kelsimi, kuch ilisholmagan. Biz endi mundaq yo'nalishda hujum qilamiz. Bu yerdagi bor qismlar shimoliy tarafdan, biz markaziy qism janubiy tarafdan potaylarni o'q tutamiz. Dushmanning oldi potaylarni gum qilmay turib, hujumga o'tish bizni avvalgi mag'lubiyatga ilib boradi. Shunga barliq kuchimiz, zehnimiz, g'ayratimiz dushmanning birinchi qator potaylarini yimirishga qartilishi kerak. Bu yerdagi jang mushaqqatliroq bo'lishi mumkin, dedi batalyon komandiri Anvar rota komandirlariga. Biz urushni mundoq qilib boramiz. Potaylarni portlatishga, odam avatish va shuning bilan bir vaqtda dushmanning o't tochkalarini o'q tutish. Birla potayni gum qila olsak, darhol egilash, qancha qurbon bersakmi mayli. Chashqonlar u yasab, yo'llarini tutashtirib olgan bo'lishi mumkin, dedi g'oyat o'ylangan holda. Undaq bo'lsa tex yaxshi. Birdilla egilib olsak, u bizningmi yana bir hujum qilish yo'limiz bo'ladi. Jangchilar sepi qisqa, kichik gurjaklari bilan yer qizishga boshladi. Ular o'ri turib yoki tezlanib emas, yenicha yetib qazatdi. 10 gurjak silinsa, bir gurjak topa aran ilinatdi. Texi ba'zi yerlardan suv chiqib ketadi. Potay to'shiklaridan o'q uchib kelatdi. Arlab toplar tushatdi. 2-3 bağlam kelgudek qo'mishlar yıldızları bilan havoda pulanglab uchatdi. Dahshatli chirqirab kelgan topdan yerga chaplashib yetib olgan Botir G'ozi ustiga tushgan to'plarni silkib o'tib, beshini ko'tarib, o'zidan 3-4 metr yiroqlikda Godang paydo bo'lganligini ko'rdi. Golning ishini Xudo qildi-da, ko'rdinglarmi? Xudo bizning hujumimizning qiyinligidan ta'sirlanib, osmondan top otliq ikki farishta tushirib, panohlansin deb bu yerni qo'lab berdi, dedi Botir G'ozi va Godanga serilib tushdi. Bu yer eng xotirjam, ishonchli yer. Menmi patamdim? Deb so'radi Jamoliddin. Ka, patsan, o'lsak billa o'layli. Amdig'o bu yerga top tushmaydi. Navoda tushsa qandoq bo'lib ketarmiz? Yenicha yetib, ha deb yer qizivatgan Arash javob berdi. Qandoq bo'latdinglar? Bir parcha ustixoninglarni mo topqil bo'lmaydi-da. Her halda qiyin urush bo'ldi bu, dedi Botir G'ozi. Hozirgacha mundaq ahvolga duch kelmagan to'q. Amdiki urushlar butunlay mushundoq bo'lishi mumkin. Jamoliddin uning so'ziga qo'shildi. Tog'lardagi urushlar buning oldida o'yinkan. Buningmi ipini ilib ketamiz. Yer sharoitini egallash qism uchun birinchi vazifa. Hujum boshlangani yo'q. Jangchilar yer qizish bilan mashg'ul. Ammo hujum qilishmi tasga tushyotadi. Gomindan qismlari mudofiada. Uning ustiga 4-5 metr egizlikdagi potaylar egiz yerga qo'pirilgan. Hujumchi qismlar pastda. Potaylarni qo'mishlar to'rab ketgan. Qo'mishlikning ham foydasi, ham ziyni tegayotadi. Bir bo'lsa, biz bu yerda uzun turib qolishimiz mumkin, dedi Jamoliddin Botir G'ozi bilan yonma-yon turib.
Bu yerni elish osonga tushmaydi. Anvar akam dars o'tganda mudofaada turgan dushmanga hujum qilganda uningdan 2-3 hassa, balki 4-5 hassa ustun askariy kuch bilan hujum qilish kerak degan edi. Bu yerda mudofaada turgan dushman bizdan ko'p tursa, bu yerdagi urushmo Harambodagi urushqa o'xshab ketamdi qandoq? Botir G'ozi o'ylangan holda o'z savoliga o'zi javob berdi. Dushman Harambog'dagidek mustahkam mudofaada ham egiz aplik joyda bizni ko'rib atidi. Texi Harambog'dagidan ta'sirrak bo'lishi mumkin. U yerda bizga panohlangudek qo'roqlar, tomlar, dal-daraxtlar, qabrlar bor edi. Bu yerda-chu hech nima. Texi orqa sap yenimizla edi. Oziq-tulik, o'q-doridan qiynalmaydiq. Oldingi urush qilgan qismlarning saviqi bo'yicha Nizomiddin apandi bir plan tuzayotgandi. Jamoliddin, Abdulini chaqirmamsan, dedi Arash urush to'g'risidagi mulohizadan chiqib. Nima qilamiz? Iliq hikoyasining davomini so'zlatamiz. Qachon buyruq berilgicha zirkibmi qolarmiz? Botir G'ozi so'radi. Nima hikoya ekan u? Muhabbat Sayron bo'yida boshlagan. Toza qiziq yerga kelib qolgan. Qiziqkansizlar, dedi Botir G'ozi. Hozir paytimi? O'rnimiz Sayron bo'yidagidek xotirjammi emas. Qo'yinglar, so'zlash mazgili keladi. Yarim kechidan oshgan mezgilda polik komandiri Nizomiddinning buyrug'i yetib keldi. Balga o'q etilgandan keyin hujum 3 tarafdan bir vaqtda boshlandi. Ikki tarafdan qo'mishliq ichidan va potaylardan etilayotgan son sanoqsiz o'qlar, toplar yer zaminni xili yerlargacha titratmoqda. Atrof birda yo'rib, birda qorong'ulashib, go'yo o't dengizi yalqinlab yongandek va yana o'chgandek dahshatli ko'rinishlarni paydo qilmoqda. O'qlar kushuldaydi, vijildaydi, chirqiraydi. Qo'mishlar qirqilib yiqiladi. Ba'zilari kesliginini tuymay qolgandek yenig'ila tik sanjilib qoladi. Qo'mach qo'rgandek ovozlar ko'tarildi. Urush ichida oylab, yillab yurgan jangchilar uchun bu qonliq urush odatdagi ishlardek bilingani bilan neridagi do'ngning kayniga bog'lab qo'yilgan otlar egillarini kinab kishnishidi. Yer chapchiydi. Bir o'rinda turolmay, oldi ikki putini ko'tardi. Ko'zlaridan yosh tamidi. Potaylarni partlatishga rotlardan chiqqanlar bir yer beg'irlab yurib ketdi. Qolganlar go'mindan qismining o't tochkalariga o'q yog'dirishdi. Etishish texmo avj oldi. Ular potaylarga ancha yaqinlasholmadi. Kuchinib turib atgan bombalari potaylarning atrofiga tushdi. Yiqilganlarning o'liklarini tashlab, qolganlari qaytib kelishdi. Ikkinchi qitim borganlarmi shundoq natijasiz yondi. Cho'qur yuzi jiddiy tus elib, ko'zlari yinib ketgan Anvar uchinchi qitim yana odam avatdi va jangchilarga ayamay, uzildirmay etishga buyruq berdi. Bu qitim yer beg'irlab yurguchilar oldiga bomba tashlab, chang to'zon paydo qilib, uning panohida ilgirlash usulini qo'llandi. Darvaqa bu unum berdi. Bu qitim etilgan bombalar bir necha potaylarning ustiga tushdi. Anvarning chiroyi ichilib, darhol qo'zg'alishni o'ylagan edi. Biroq shu potaylardan yana taraslab uchib kelgan o'qlar yomg'irdak tushishga boshladi. Anvarning qo'shimisi turildi. Ko'rdinglarmi? Dedi u ochiqi bilan. Demak, potaylar qavatlik ekan. Birinchi qavati gumurlib tushsimi, qolgan qavatlari o'xshashla ishlayotidi. Dushman o'zini o'ngishvolgicha yana berish kerak. Bu qitim yana yer beg'irlab mang'uchlarni potaylarning atrofidagi okupkalarda paydo bo'lgan qismlar yaqin keltirmadi. Shu tariqada 3 kecha hujum qilindi. O'qlar qo'mishliqni chalg'a bilan qirqib tashlagandek taqir maydonga aylantirib qo'ydi. Do'nglikning keyniga yig'ilgan batalyon komandirlariga Nizomiddin qat'iylik bilan mundoq dedi: "Jonliq kuchlarimizni qo'rqitadigan, foydasi bo'lmagan mundoq hujumni qilmaslik kerak. Qismlar 300 metr chekinsin." Aqilbek Nizomiddinning maxfiy buyrug'ini ilib atlandida g'arbga, o'tay, sitay tarafga uchqandek chepib ketdi. Qismlar chekindi. Chekinish 100 metrga yetmayla birdan dushmanning toplari etilishga boshladi. To'pqa tutish bilan hujum qilib chiqib kelgan dushmanmu ko'rindi. Chang to'zonlar orasida qurollardan o'q uzib kelayotganlar hisobsiz nurg'un edi. Atatdi, varqirshatdi, bomba tashlaydi, yuguriydi.
Anvarning jini yayrab ketdi. Mana payt degan, esil payt, tayyorlaninglar, granatlaringlarni rastlanglar. Düşmanning shiddat bilan bostirib kelayotgan oldingi saplarini jangchilarning kuchinib turib atgan granatlari to'sdi va o'q yog'dirildi. Pilemotni sayirtayotgan Jamoliddin Botir g'ozilarining ovozlari yangrdi. Kel xumsizlar, rodupaylar, kelish, mushundoq kelishib bersang, 3 kun yotatdiqmi bu yerda? Ular 3 kundan beri butun a'zoyi badanini qoplagan g'azablarini baraqla to'kmoqda edi. Jangchilar shu turqida atakaga o'tish buyrug'ini kutgandek olg'a talpinib turardi va o'zlari tuymagan holda olg'a siljiyotdi. Is tutaklar qoplangan maydon birdilla jimib, etilgan o'qlarning burunni echishtirg'ichi ochiq hidi qoldi. Qochdi, qochdi, chekindi. Shundoq ovoz amdila ko'tarilib turishiga potaylarning to'shiklaridan yana o't uchqunlari ko'rindi. Jiddiy ilishish 20 minutga yetmagan vaqt ichida oxirlashdi. Batalyon rotalar o'xshamagan oraliq qoldirib, potaylardan 4-500 metr neri chekinib to'xtadi. Tong etib kun chiqdi. Texi 2 soat o'tmayla bu cheksiz ketgan qo'mishliqlar, sazliqlar, shig'il qumliqlar va sho'rliq to'piliq yerlar qizishqa boshladi. Tengilib orqa sapga yetkazilgan yordorlar ozuq tulik to'shiydigan harvalarga silinib, bo'rtila va kang sayga to'shilmoqda edi. Bu ish kechidan beri besilmaydi. Dushmanmu man bor degandek qilib, arlab o'q uzib qo'yatdi. Davomi bor.